Laylo 17 yoshli qiz. Orta oilada o'sgan, onasi va akasi bilan yashaydi. Otasi bolaligida oilani tark etgan. Onasi qattiq mehnat qilib bolalarini tarbiyalagan. Katta akasi ham o'qib, ishlab oilani tiklashga yordam bergan. Bu voqealar tufayli Laylo ham o'qishga katta e'tibor berdi, yaxshi mutaxassis bo'lishni maqsad qildi. Hali sevgi hissini tatib ko'rmagan, faqat o'z xayolida ideal juftni tasavvur qilar edi. O'zgarish, asosiy qahramon Mohira o'rniga Laylo. Dugonasi Nazira o'rniga Dilobar. Kollejga o'tgach, Laylo o'z atrofidagi muhit o'zgargandek his qildi. Bu yerda deyarli hamma kimdir juft bo'lib yurardi. Uning tabiati odamroq bo'lgani uchun dastlab hamma bilan tez chiqisha olmadi. Faqat Dilobar ismli qiz bilan yaqin do'st bo'ldi. Dilobar Layloning butun teskarisi edi, modaga qarab kiyinadigan, o'ziga ishongan, boy oila farzandi. Lekin aynan shu o'ziga ishonchi Layloning yoqardi. Vaqt o'tib, ularning do'stligi mustahkamlandi. Ba'zan Laylo uydagilardan ruxsat olib, Dilobarning uyida yotib qolar edi. Dekabrning 1-sanasi, Layloning tug'ilgan kuni. U erta tongda uyg'ongan edi. Bugungi kun rejalarini qilayotganda Dilobar unga uyida qolishga va'da berganligini esladi. Do'sti bilan kafeda choy ichishdi, tushlikda guruhdoshlari bilan kichik bazm qilishdi, kechqurun esa oilasi bilan bayram qilishdi. Dilobar ham ularga qo'shildi. Aka-singil sovg'alari, onasining lazzatli taomlari, Dilobarning qimmatbaho telefoni sovg'asi. Laylo juda baxtli edi. Bayram tugagach, uyga kirishganda tun yarim bo'la borayotgan edi. Ikkala qiz xonaga kirishdi. Laylo Dilobarning kiyimini tungi libosga almashtirayotganini ko'rib qoldi. Nima uchundir, aynan o'sha lahza do'stiga boshqacha ko'rindi. Dilobar kuldi va unga sovg'a paketini ochishni taklif qildi. Paketni ochgach, Laylo hayron qoldi. Ichida juda chiroyli ipak xalat va bir qancha tungi ichki kiyimlar bor edi. Hayron bo'lma, Laylo. Biz endi katta bo'lib qoldik, dedi Dilobar. Hikoyaning universalligini saqlab qoldi. Umid qilamanki, bu o'zgartirishlar sizning maqsadingizga mos keladi. Agar boshqa o'zgarishlar yoki aniqroq yo'nalish kerak bo'lsa, yozing, yordam beraman.
И вдруг мальчик слабо застонал. Этого было достаточно. Он реагирует. Через несколько минут кризис был позади. Отец закрыл лицо руками, не сдержав слез. Врачи молчали, 17 специалистов и одна случайная девушка. Когда все закончилось, отец подошел к ней. «Как вас зовут?» «Это не важно. Для меня важно. Вы спасли моего сына». Он протянул ей дорогие часы, но она покачала головой. «Если хотите, просто помогите кому-то еще». Он долго смотрел ей вслед, пока она не исчезла в коридоре. А в палате сердце ребенка билось ровно и спокойно. И все поняли, иногда жизнь спасает не звание и не диплом, а внимание к маленькой детали.